13-qishloqda katta qotillik sodir bo'lgan, lekin u qotilni hozircha hech kim topa olgani yo'q. Shuning uchun ham bu yerga men keldim. Mening ismim Jinsbek va men bugun bu yerdagi qotilni topmoqchiman. Hammaga salomlar. Buni aytib o'tdim va albatta kanalga obuna bo'linglar. Bilasizlarmi? Aytishlaricha, bu qishloqda bir manyak paydo bo'libdi. Shuning uchun uni yo'q qilishga keldim. Ha, men xususiy detektivman va agarda jinoyatchini topsam o'ldirishim mumkin. Hozir esa merning yoniga boramiz. Men bu qishloqning xaritasini ko'rib, o'rganib chiqdim va hamma joyini bilaman. Salom janob mer. Salom, bu kim? Meni tanimaysizmi? Yo'q. Axir o'zingiz chaqirgandingiz. Ha, bo'ldi siz. Anavi sizlar nima deylardi? Detektiv. Ha. Bo'ldi, bizning qishloq sizni qo'lingizda. Rahmat. Xohlagan joyimga kirishim, chiqishim mumkinmi? Albatta. Mirtob chiqkin. Nima? Mirtob? Salom. Bu jitilning ismi Mirtob. Mirtob? Ha, mening ismim Mirtob. Sizga yuring ko'rsataman qotillik bo'lgan joyini. Aha, davay. Keling. Mayli janob mer. Qoyil. Siz anavi detektivmi? Men bu yerdaligimni hamma biladimi? Ha, hamma biladi. Hamma emas, endi keraklilar biladi. Tushunarli. Mayli. Qiziq. Xo'sh, qani jitil Mirtob ko'rsatchi. Mirtob nima degan ekan endi? Nima? Hech nima. Shu yerdami? Ha, faqat eshikni yopib tashlashgan. Shunga men sizga boltani beraman, o'zingiz kira olasizmi? Albatta kira olaman. Xo'sh, davay, bo'ldimi? Siz shu yerda turasizmi? Mayli, ketaman. Davay. Men o'zim ishlayman. Aha. Yaxshi, ketyapti. Ajoyib. Endi esa bu yerni rostdan ham eshik yopiq turibdi. Hozir sindirib ochamiz va hop, bu yerda jinosan qonun ko'pliginincha. Okey, bu yerda kompyuter turibdi. Tak, qutorlarni olib qo'yish kerak. Cho'ntagimda xalaqit beryapti. Cho'ntagimga hozir telefonni solib olaman, chunki rasmga olish kerak bo'lgan narsalar. Bu yerda hech narsa, hamma narsa joyida. Tushunarsan? Hech bo'lmasa ashyoviy dalillar topaman degandim, lekin bu yerda faqat qondan boshqa hech narsa yo'q. Kompyuterlar joyida turibdi, demak, kirgan odam uni o'ldirganda o'g'irlik qilishni istamagan. Nima qilsam ekan? Kimning yoniga borsam ekan? Tak. Oy, jitil, bu yerda kutubxona degan joy bormi? Albatta bor. Ana shu merning uyini ko'chasi bor-ku. Ana shundan to'g'ri borsangiz katta uyda tepasi chiqib turibdi. Bo'ldi, tushundim. Katta rahmat senga. Hozir boramanda hammasini aniqlashtiraman. Nimani? Qotillik bo'yicha. Tak. Hozir boramiz. Mana shu bo'lsa kerak katta uy. Hozir so'rab surishtiramiz. Lekin qishloq rostdan ham juda ham katta, adashib qolishga hech gap emas bu yerda. Nima? Hech kim yo'qmi? Kim bo'lsin? Kompyuter shu yerda turibdi. Demak, mayli, hozir ochib ko'rishimiz mumkin. Fayllarni ko'ramiz. Tak, sen kimsan, uka? Meni janob mer yubordi bu yerga. Menga dokumentlar kerak. Qanaqangi dokumentlar? Menga ayt, o'zim topib beraman. Yo'q ekansiz joyingizda. Siz ishga chiqqandim. Yo'q, davay, qanaqa dokumentlar kerak? Mer yuborgan degan. Xo'sh, gapirchi. Xullas, menga qotillik bo'lgan uydagi dokumentlar kerak. U yerda kim yashardi? U yerdami hozir? U yerda Paolo degan o'yinchi yashardi. Buni bilaman. Lekin nima xohlaysan yana bilsang? Menga uni kasbi kerak. Kasbi nonchi edi. Nonchi? Tushunarli. Nonchi, lekin nonchini kim o'ldirgan bo'lishi mumkin? Hayromizda biz ham. Mayli, rahmat. Yana, tak, stop, shoshmang. Axir bir qandaydir jitilmi ismi yo'q, lekin Crazy'mida? Crazy qishloqqa. Uni kakras shu ishda ayblashayotgan edi. Yo'q, u keyin qochib ketdi. Uni qayerda? O'sha uyni to'g'risida raqamni ayting. 25-uy. 25-uy. Maraz rayonining orqa tarafida. Yana bir burchakli kvadrati bor. Ana o'sha yerga borsangiz, daraxtzorlarning ichida. U yerda hozir derazasi teparoqqa ko'tarilgan uy turibdi. Katta uy, ana chunki unda hozir zargar ishlayaptimi, bilmadim xullas. Rahmat. Mayli, kelib turing, bo'pti. Rahmat, o'taman. Xo'sh. Mana bu endi kalavining uchi. Demak, ana o'sha Crazy jitilning uyini ko'rish kerak. Nima Crazy jitil? Tak. Hozir boramizda tekshiramiz. 25 va mana shu bo'lsa kerak. Tak. Ko'tarilgan. Xo'sh, bu yerda rostdan derazalari ko'tarilgan. Hoy, kimdir bormi? Tushunarsan. Kutishga vaqt yo'q. Crazy jitil. Uyi bo'sh. Demak, tagida nimadir bo'lishi mumkin. Xo'sh, boramizda hozir tekshiramiz. Tak, janob mer. Crazy jitil dedingizmi? Janob mer, Crazy jitilning uyi bor-ku 25-chi. Ana shuni tagini ochsam maylimi? Nimaga?
Xullas gap shundaki, Crazy Retail haqida men ham eshitganman. Qamoqxonadan qochib ketganda. Ha, qishlog'imizda shu haqida video bo'lganda odamlar o'ylashgandiki, bu videoni umuman uyushtirilgan deb, lekin u haqiqiy maniyak, u qochib ketgandi. Bilaman, shuni aytyapman-da. Xullas, uni ishida adashmasam yozilgandiki, u yer kovlashni yoqtiradi deb. Ha, sirli tunnellarni. Demak, men uni hozir ana o'yinni ochish mumkin, 25-o'yini. Qaysi? Zargarni o'yini. Ha, bemalol ochavering. Siz topsangiz bo'ldi, istaganingizni qilishingiz mumkin bu qishloqda. Bo'ldi, rahmat. Yana menga iloji bo'lsa kirka va lopatka bering, ushlang. Rahmat. Minnatdorman. Biz sizga minnatdor bo'lamiz topsangiz. Hey, Crazy Retail deyapsizmi? Ha. Xo'sh, hozir boramizda. Kovlash ishlarini boshlaymiz. Qani, uyni tagidan nima chiqar ekan? O'ylashimcha aniq biror nima topamiz. Xo'sh. Yaxshi, lekin zargardan o'z qayerga ketgan ekan? Bu g'alati. Mayli, eshikni yopib qo'yay. Ochishni boshla. Oppa. Omadim keldi-yu. Srazu topdim. Qoyil. Yonib turibdimi? Mana bu fakel. Demak, bu yerga odam tushishga. Wow, skelet. Shinursin. Men o'ylagandan ko'ra yomonroq odamga o'xshaydi. Bu nima bo'lgani? Qanaqadir nima bu sovuqyaptimi? Tushunmadim. Bu qanaqangi narsa bo'lyapti bu yerda? Wow, suv oqyapti. Buni tepasida quduqmi yoki agrot bormi ekan? G'alati. Tak, mayli, qani bu tarafni ko'ray. O'z ichini ochsamchi. Bu yerda qanaqa g'ishtli nima? G'isht shuncha narsani o'ziga olagan aniq. Lekin nima uchun? Tepasi tosh, tagida g'isht, bu yerda kichkina xonacha. Yo-mayo. Rostdan crazy, rostdan aqlni ozgan. Hech kim uni rejalarini tushuna olmaydi. Nimalar qurib tashlagan? Bilmadim. Mayli, qani hozir olib boraylikchi. Mana bu yerda joy turibdim. Demak, bu yerda balki tunnel bo'lgandir. Kim bilsin, lekin boshida grav yotganiga qaraganda aniq bu yerda tunnel bo'lgan. Keyin esa yopib tashlashganmi bilmadim. Oppa. Qayergadir chiqdik yoki qishloqning o'zini o'sha gravisi bo'lsa kerak. Yo-mayo. Lekin ancha-muncha kovlab qo'yibman, lekin hech narsa topmaganimni hisobga oladigan bo'lsak, bu yerda aniq bir gap bor. U qandaydir izlarni yo'q qilgan va shuning uchun ham tunnelni ko'mib tashlagan. Bunga aniqrog'i tunnelni o'zi вообще mavjud bo'lganiga mana shu o'yin ichidagi boya yog'ochli korobkani ichida axir topdik-ku. Joyini gravi turgan edi. Gravini faqatgina tunnellarda qo'yishadi. Yer namlab ketmasligi uchun tagida bosgan vaqtda oyoq ho'l bo'lmaydi, loyga kirib ketmaydi. Lekin bu yerda Rojizil undan ham ko'ra aqlliroq, ayyorroq ishlarni qilgan. Bunga ishonchim komil. Tak, uni bu yerdan tushunarsan. Balki o'zim uni aldab chiqararman. Aniq u hozirgacha qishloqda, chunki mana bu narsa yonib turibdi. Hozir borishim kerak-da, mer bilan kelishaman. Shunda uni aldab chiqarishimiz mumkin bo'ladi. Umid qilamanki, mer menga bunda yordam beradi. Crazy Retail deyapsizmi? Xo'sh, mana bu ham qo'ymas ekanda. Janob mer, xullas menda reja bor. Aniq u Retail shu yerda. Nima qanaqasiga? Gap shundaki, mayli, men sizga hammasini aytmayman, chunki hozircha sir turgani yaxshi. Xullas, men bitta ikkita daliliy ashyolar topdim va ularga ko'ra Retail hozirgacha qishloqda yuribdi. Ya'ni Crazy. Tushunarsan. Va men topgan narsalarning ichida yana bir narsa bor edi. Xo'sh, skelet. Jim, janob mer, baqirmang. Biz uni aldab chiqaramiz. Siz hozir chiqasizda, aytasiz, hamma qishloqliklar bilishi kerak, gap tarqating. Detektiv keldi. Bu yerda qaysi bo'sh uy bor? Men kira olishim uchun, yashab turishim uchun, men oldimga kelish uchun men o'zimni unga nima desam ekan, balqqa qarmoq tashlaydi-ku. Ana shunday qilib uni tutmoqchiman. Demak siz o'zingizni, tushundim, bo'ldi, tushundim. Xo'sh, nima qilamiz? Siz chiqasizda Retaillar orasida gap tarqatasiz. Bizga shahardan detektiv keldi, agent keldi, nima desangiz deng. Xullas, u meni ovlashga kelish kerak. Bo'ldi, unda aytaman, u keldi va iziga tushdi deb. Shunday deng. Keyin u o'zi meni qidirib keladi. Yaxshi, shunda men uni ushlab olaman. Gap yo'q, haqiqiy detektivsiz. Shuda, mayli, nima qilayman hozir? Janob mer, hozir aytdim sizga, bo'ldi, hazillashyapman. Yo'q, hazillashgan narsa bo'lgani yo'q. Menga qurol o'qitarmang, unday qo'rqitma, uka. Yo'q, men shunchaki sizga jiddiyligimizni aytmoqchi edim. Uni otib tashlayman. Otib tashlaysan? Mayli, bo'pti, menga uy bering. Hozir yordamchimni jo'nataman. Mirtobni yo'q. Tushunarsan, mirtob nima degan ekan? Mayli. Xo'p, janob mer, ketdik. Janob detektiv. Wow. Nima? Hech nima. Tak, davay, qaysi uy? Mana shu uy bo'sh. Ko'zinsa ekan. Ko'zinsada yashashni orzu qilardim. Hamma o'yinchilar orzu qiladi. Mayli, kiring. Hozir sizga kalitini beraman. Merning uyi ham uzoq emas bu yerdan. Bu yaxshi. Men ana shu yerda bo'laman. Hamma gaplaringizni eshitdim. Men ham gap tarqataman. Zo'r bo'lardi. Xo'sh, mana kelishingiz mumkin. Mana kalitni oling. Hozir sizga mebellar olib kelaman. Jimgina o'tiring-da. Jimgina o'tiraman, nima ham qilardim? Bo'pti, yaxshi bor Retail. Faqatgina tezroq bo'l. Xo'p.
Yaxshi, endi esa mer gap tarqatsa bo'lgani. Shu bilan Crazy Ritel o'zi keladi va men uni tutib olaman. Bu uyda esa dam olishim mumkin. Shularni olib keling. Aha, narsalaringizni ham yashirib qo'yibsiz. Bu yaxshi. Da, bo'ldi. Ajoyib ketdi. Jennerson, meni instrumentlarim borligini hech kim ko'rmasligi kerak. Hech kim bilmasin tayyorlanayotganimni. Faqatgina qurollar va telefon. Shular yetadi. Xolos. Bu yerga esa sandiqning ikkinchisini qo'yamiz va bo'ldi. Xuddiki o'zim bu yerda yashab yurgandek rostdan ham ish qilayotgandek tuyuladi va Crazy Ritel bugun, erta farqi yo'q. Qachondir keladi va shunda men uni tutib olaman. Tak, bu yerga pechka. Ajoyib. Endi shunchaki kutish qoldi. Xolos. Qurolni o'qlab olamiz va biz endi tayyormiz. Istalgan vaqtida kelishi mumkin Crazy Ritel. Tak, mer gap tarqatishni boshladimikin, ha? Hozir borib ko'ramiz. Ey Ritel, ha? Mer yig'ilish qildimi? Ha, qildi. Sen nimaga bormading? Men agrot qarayapman. Ha, tushunarli. Opa, mana kimlar. Qiziq, nima deb quloqni qizdiryapti ekan Ritellarni? Hammasi buni askarlardek to'g'riga qarab eshitishlarini-chi, o'zlari olga chiqmasmikin bular hozir Crazy'ni tutishga. Janob mer, bo'ldimi hammasi? Ha, hammasi bo'ldi. Ajoyib. Unda mayli, siz uyingizga kirib jimgina o'tiring, men o'zim hammasini eplayman. Bo'pti, omad. Aha. Yaxshi, mer ham yordam berdi. Nima bo'lyapti o'zi? Xo'sh, o'ylaymanki, mana bu fermer Ritel bilishi shart emas. Endi biz shunchaki uni kutamiz. Crazy Ritel bugun yoki ertaga aniq keladi va men uni shunchaki otib tashlayman va u boshqalarga yomonlik qila olmaydi, hech kimni o'ldira olmaydi. Ha, mana bu boshqa gap. Mana bu